Vagonimiz ikkinchi qavatdan jo'nab ketdi. Yana bir narsani aytib o'taman. Haligi kim aytdi, meni sen qulsan, qullikka borgansan deb. U aslida bu qullikka kirmaydi. Bu yerga kelishdan maqsad maza qilib, dam olib, aylanib ketish. Yaponiya, Amerika, yana boshqa katta rivojlangan Singapur, yana aytaylik, umuman ko'p davlatlar rivojlangan. O'sha shaharlarda ishlab yurgan odamlarning ko'pi дополнительно ishlaydi. Nimaga? Normalniy pul to'laydi. Nimaga bu yerga kelganingdan keyin o'ynab dam olgani? Qo'lingda hunaring bo'lsa, bironta ishni bilsang, zaodno ishlaganga aslida yetmaydi. Nimaga? Ham ishlaysan, ham dam olib aylanasan. Nima uchun? Buni yomon jihati bor. Qulsan, boshqa shahardan o'sha shaharga qullikka borasan degan gaplarni gapirishdan oldin ozgina o'ylab gapiringlar. Ana shu qal'aning nomi nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Shu yerga borib bir video obzor qilamiz. Shuning uchun sizlarga aytadigan gapim shu. Mushukchani o'tirishini qaranglar. Mostdan ham tushib oldik. Endi pastga qarab tushdik sekin. Endi bu yerda zobitlar turibdi ekan. Yaxshi, ko'chalarda ko'p o'sha politsiya xodimlari turar ekan, чтобы tinchlikni saqlash uchun bo'lsa kerak. Chunki turistlar juda ham ko'p bu yerda. Baribir qarab yurgani yaxshi. Qisqasi, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Обязательно obuna bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman.